O'zbekistondagi eng qimmat mototsikl qaysi va uning narxi qancha ekanligini bilasizmi? Bu Ducati Panigale V4S. Walking side by side, me and the devil. Go'yoki olovga qarshi shamol kabi harakatlanadigan temir Jaguarni eslatadi. U o'rta asrlardagi ritsarlarga teng baholanadigan kuchli yigitlar uchun yaratilgan buyuk texnologiya durdonasi. Qizil tanasi shunchalik nafis va mukammal yaratilganki, xuddi Leonardo da Vinci qo'lidan chiqqanday go'zal va mutanosib. Bu O'zbekistondagi eng qimmat va eng hashamatli mototsikl. Ammo uning asl bahosi yuraklardagi orzularingiz bilan o'lchanishi turgan gap. Har bir gaz berganingizda qalbingizda yangi hislar uyg'otadi. Shahar ko'chalari esa buni so'zsiz his etadi. Uning ovozi bu kuch va tezlikning simfoniyasi. O'zbekistondagi men bilgan eng qimmat va eng hashamatli ushbu mototsiklning narxi $52,000. Lekin ayni vaqtda siz buni 10% chegirma bilan $47,000 ga xarid qilishingiz mumkin. Ammo bu shunchaki narx emas, bu o'ziga xoslikka va hashamatga bo'lgan chipta. Ushbu mototsikl yo'llarda hukmron bo'lish uchun yaratilgan shijoatga to'la kuch. Eng qimmatida doim eng qimmatlari tilga olinadi. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun esa bizga obuna bo'ling.